Assalomu alaykum. Demak, navbatdagi bemorimiz 16 yosh. Bizga kelgandan shikoyatlari doimiy burun bekilishi, burundan nafas olish qiyinchiligi, tez-tez gaymarit bo'lish va bosh og'rig'i. Demak, endoskopiyada ko'rishimiz mumkin. Burun to'siqlarida chap tomonga qarab qiyshayish bor va chig'anoqlari demak, gipertrofiyalashgan va shuni hisobiga doimiy nafas olishda qiyinchiligi bor va sprey sepishga bir necha yildan beri majbur. Bundan tashqari demak, adenoid bezlari kattalashganligi aniqlandi. Hozir shu burun to'siqni tekislash va adenoid bezlarini olish, ya'ni septokonfoplastika va adenotomiya amaliyotlarini o'tkazamiz.